Dubaylarda qad rostlabdi koshonalar. Kimdir yetib, kimdir unga yetolmaydi. O'sha mashhur Dubaydagi koshonalar otam qurgan uydek aziz bo'lolmaydi. To'g'ri, otam qurgan uyning zarlari yo'q. Toshlari ham oddiy toshdir, marmar emas. Ammo otam hayot ekan shu hovlida, menga Dubay koshonasi go'zal emas. Bu so'zlarim ma'nosini kimdir bilmas. O'z-o'zicha hamma buni tahlil qilar. Ammo buning ma'nosini sizdan ham ko'p otam sochin oqartirgan yillar bilar. Dubaylarda qad rostlabdi koshonalar. Kimdir yetib, kimdir unga yetolmaydi. O'sha mashhur Dubaydagi koshonalar otam qurgan uydek aziz bo'lolmaydi. To'g'ri, otam qurgan uyning zarlari yo'q. Toshlari ham oddiy toshdir, marmar emas. Ammo otam hayot ekan shu hovlida, menga Dubay koshonasi go'zal emas. Bu so'zlarim ma'nosini kimdir bilmas. O'z-o'zicha hamma buni tahlil qilar. Ammo buning ma'nosini sizdan ham ko'p otam sochin oqartirgan